sizlar kimni yuzida post akne, pigmentatsiya, dog'lar bo'lsa agar, sizlarni shu mashhur bo'lgan Accessory'ni original lineykasi bilan aynan pigmentatsiya, dog'lar bilan kurashuvchi lineykasi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Agar polni lineyka qilib ishlatsangiz, kamida 2 oyda effektini sezasiz. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu yerda terimizni chuqur tozalab beruvchi penkasi, terimizni baryerini tiklab beruvchi toneri, yuz uchun bo'lgan siviritkasi. Buni ko'z atrofiga surish mumkin emas. Umuman ko'z atrofiga bo'lgan kollagenli siviritkasi, buni hammasini namlantiruvchi krem bilan yopamiz. Bular hammasi o'zimizda наличие bor. Zakaz uchun direktga yozinglar.